Sovuq kunlarda issiq aksiya. Agramash Elite kompaniyasidan FM World 1604 traktorini skidka narxda olishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'rib turing. Narxi va to'liq obzorini bugun YouTube kanalimizga joylaymiz. Ya'ni shu traktorning videosini oxirigacha ko'rib tursanglar, to'liq ma'lumotini, narxi qancha, lizingga necha yilga olsanglar bo'ladi, hamma shartlarni bitta-bitta tushuntirib o'tamiz. Keldi traktorni birinchi oldidan boshlaymiz. Texnikamizning oldida 10 dona 50 kilolik toshimiz joylashgan. Bundan tashqari oldi perdoga ko'rishingiz mumkin, shiroki balon qilingan, ya'ni shiroki balon yer haydash va sudgorlash ishlari uchun juda qo'l keladi. Lazerli planirovщик uchun akalar biladi o'zi. Traktorga uncha nagruska bermaydi balon shirokiligi hisobiga. Buni eng katta yaxshi tomoni apparatura. Ko'pchilik injektor emas, apparatura bo'lsin deganlarga shu videoni tashlab qo'yasizlar, jo'natib qo'ysanglar, xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Negaki bu apparatura injektordan ko'ra kimgadir injektor yaxshi, kimgadir apparatura. Ko'pchilik hozirgi kunda lekin apparatura so'rayapti. FM World traktori, nozini ko'ring, 1604G traktori. Orqa pritsepnoy tomoni va balonlarning razmerini ko'rishingiz mumkin. Juda shiroki balon qo'yilgan. Pritsepnoyni ham ko'rsating orqasini. Orqa balon razmerlari 650 ga 65 R38 balonlari. Zoomlion 2004 mexanikasida ham avtomatikda xuddi shunaqa balon bo'ladi akalar. FM World traktorini 2 yil yoki 2000 ming garantiya va servis xizmatlarimiz bor. Orqa balonni ko'rishingiz mumkin. 45 kilodan 3 dona tosh qo'yilgan. Palovuslarni ham ko'rsang qalinligini. Bak sig'imiga keladigan bo'lsak, 400 litrdan oshiq salarkan o'ziga ola oladi bemalol. Videoni oxirigacha ko'rib turing, salon qismini ham va traktor ovozini ham eshittirib ko'rsataman. Mexanический, bundan tashqari reversi bor. Kamerani berib turing, men ko'rsatib o'taman hozir. Revers yaxshilik tomoni oldiga, orqaga bitta richag orqali amalga oshiriladi. Korobkamiz 4 tali, panishin-pavishinisi bor. Bundan tashqari traktorimizning konditsioner va magnitofoni bor. Orqa pritsepnoy qismi. Endi sizlarga eng asosiy joyi narxi. Yangi yilgacha olgan fermerlarimizga, akalarimizga, dehqonlarga narxini 575 million yana ham kelishtirib qilib beramiz. Bundan tashqari 12 ta viloyat bo'yicha dastlabki qilib beramiz shu narx ichida. Akalar, endi menga lizingga olmoqchiman deganlarga boshlang'ich to'lov 10% bilan oylik to'lovi har oylik qilib beramiz. Boshlang'ich to'lov 20, 25 va undan ko'p to'laganlarga 6 oyda bir to'lov qilib beramiz. Xohlasangiz o'zingiz lizing toping, xohlasangiz biz o'zimiz ham yordam beramiz lizing topishga. Bundan tashqari naqd pulga ham xarid qilishingiz mumkin. Naqd pulga ham yana ham kelishtirib qilib beramiz. Bu narximiz faqat yangi yilgacha akalar. Traktorimizning o'zi asl narxi 600 million atrofida sotilyapti, 590. Yaxshigina skidka qilib qo'yganmiz akalar. Unumli foydalansizlar, xudo xohlasa. Traktorni videoni oxirigacha ko'rib turib, zavat qilib oldiga orqaga haydab ko'rsatamiz.